Evet, nasılsınız bakalım? Baktığın zaman normal birine benziyorsun. Nesi oluyorsun bu kızların? Abiysiman. Bu kızların hakkında şikayet var. Ne fark eder? Firma sahibi 5.000 dolar para istiyor. Eğer 5.000 dolar para getirirseniz şikayetini geri alacakmış. Ben çıkar, para alıp gelecek. Ama kızlar bizimle burada kalacak. Siz çıkabilirsiniz. Tamam. Bizchi? Bizimle burada Bizchi? kalacaksınız. Voy, bizni tashlab ketyaptilarmi? Voy, pismiq. Turkcha bilarkan-u? Bilmayman deydi. Tashlab ketdilar bizani. Nima qilamiz endi? Kelsalar kerak, unaqa odamga o'xshamaydilar-ku. Keladi. Akasiman dedilar-yu, hozir 5.000 dollar olib keladilar. Hozir yugurib ketdi. Biz uchun 5.000 dollar olib kelishga. Tilni bilmayman deb survordi-yu. O'xshamaydimish. Menimcha pul olib kelsalar kerak. Voy, seni ko'ngling ko'p narsani sezadi. Voy, ertalab o'zing nima deyotganding? Voy, qanaqa ekan, zo'r ekan deb maqtayotganding-ku. O'chir chekagingni Shabnam, yoqmayapti ovozing. Voy, endi yoqmay qoldimi? Ish topib bergan paytim jaraq-jaraq pul topgan paytingizchi. Voy, qarang-ya, zo'r ish topib berdingiz. Mana o'tiribmiz shu ishni ketidan. Men qayerdan bilaman bunaqa bo'lishini? Xo'p, o'zim ham bordim-ku. Sen balkim ishlarsan shunaqa ishda. Ey, bor yo'qol.